Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. O'qitish binosiga elib boradigan tar uzun yo'l bog'ni ikkiga bo'lib turadi. Har ikkili bog'dagi shaptol, alrahat, sut olma, qo'tur amutlar mevalarini ko'tarolmay bog'ni illiq hidga to'ldirgan edi. Lekin mevalari oyoqlashib qolgan o'rik, ujmi ko'chatlarla ko'kirib, g'adishib turadi. Gulziba bilan Hikmat bir tarafi ko'ktatliqqa tutishadigan kichik bog'ni aralab, shexidan uzib shaptol, qo'tur amutlarga eg'iz tekkandan keyin cho'ng bog'ga kirdi. Bog'ning o't bosgan cho'naklarida pakar bir odam tuviga tushgan yal yemishlarni sevatlarga terib atadi. U xuddi bo'y tortishni eg'ir ko'rgandek to'g'risiga yo'g'inab ketgan edi. Maktabdagilar uni nima uchundir Ahmad Sho'loq deydi ekan. Ahmad Sho'loq aslida maktabning mashinasi ekan. U faqat kambag'al va bashti pillik o'quvchilarga qishliq ham yozliq kiyim taqatgandala hunar qilar ekan. Ahmadga yarmi shaptul bo'lsa tatib bersichu, dedi Gulziba Hikmatni ishorat qilib. Bu yoq yangidan kelgan o'qituvchi. Hamg'ayla, dedi Ahmad Sho'loq qo'liga uzun xadini elib. Hozir yarmi shaptullar tugab ketdi. Ashshaptulba, to'xtasizlar xonim, ashshada bir tüp yarmi shaptulda ancha-muncha turganda qiladi. Ular qo'l yog'liqlarga yiqqan shaptul ali rahatlarni elib, eriq bo'yiga kelib o'ltirishdi. Gulziba pokiz yuyilgan shaptullarni so'yib Hikmatga sundi. Urqi qip-qizil yarmi shaptulning mo'ldirlab turgan atlaridan sharbatlar tomchiladi. Hikmatning bir dona alratni tishlabla chiroyi turilib ketdi. Buni ko'rgan Gulziba ixtiyorsiz kulvatdi. Buning qop-qora yumshoq pishqini tatliq bo'ladi, dedi Gulziba. Qizili chuchmal bo'ladi. Tashlab etishga ko'zi qiymagan Hikmat alratni chaynab yutibdi. Lekin uning ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Gulziba uningga qiyob baqqanicha suzuk oq barmoqlarida og'zini tutib pixildab kuldi. U hozir hammani unutgan edi. Texi bir soat ilgilla naq mushu yerda uning yosh to'kib o'ltirganligiga mushi eriq guvoh. Balkim shildirlab eqiyotgan suvmo Gulzibaning tatliq kulkisini ko'rib, qiz bolaning yeshi bahordagi o'tkinchi bulutning yomg'iridek kelib ketar bir narsakan deb hayron bo'layotgandi. Gulziba bu chaqcha bundoq chin dilidan so'yinib kulib boqqan emas. Ko'z yoshlari o'tkinchi bulutning kelib ketar yomg'iri emasligi rost. Uning ko'z yoshlariga hasrat, nadomat qatlari singib ketgan. Husni kamoliga yetgan iffat nomusliq, sharmi hayoliq bu 18 yoshlik barno qiz kesalchan onasining qora qismatlarini, qimorvoz neshi xumori uchun o'z ayolini setib etishga tayyor turgan g'urursiz, bediyonat o'gay dadisini, o'zining ko'zga ko'rinib turgan rahimsiz taqdirini o'ylaganda yosh to'kmay tura olamdi. To'g'ri, Hikmatning chag'an mo'ngluq kuylari shifoliq yomg'ir bo'lib, uning ko'z yoshlarini yuydi. Dard hasratlarini ashu eriq suyda eqitib ketgandek bo'ldi. U birdamlik bo'lsa-mu, bu ochko'zlikka to'lgan razil dunyoni orqada qoldirib, cheksiz dalalarda o'zini yomg'irga tutib ketayotgandek, ko'p-ko'p dengiz bo'ylarida shamolga qarshi mengayotgandek yeniklab qoldi. Yigitning muhabbat to'g'riliq aytgan bir kalima so'zi gul notisidek Gulziba ekansiz degan chin madhisi go'yo bir cheqin bo'lib Gulzibaning ko'ngil shishasiga urildi. Ko'nlarning ko'ngil shishisidek nozik narsa yo'q degani rost o'xshaydi. Bu nozik shishi jiringladi va orqa-orqadan aks sado qaytirib yana jiringladi. Gulziba, dedi Hikmat tunji qitim uning ismini atab. Kechiring, siz bu maktabda ishlayotgani necha yil bo'ldi? 2 yil, dedi birdilla g'amkinlashgan Gulziba. 7-sinfni bitirib, viloyatda 2 yil o'tir maktab o'qituvchilarini yetishtirish kursida o'qidim. Andan meni mush yerga taqsim qilishdi. Nima dars berasiz?
Birinchi yilliklarning Uyg'ur til grammatikasi. Gulzibaning ovozi bak yiqimliq edi. Murat 2-3 yilliklarning grammatikasini berdi. Uning ko'ngli tayoqdek tuz, lekin og'zi kechiring, sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Qani so'rang. Sizni Hikmat desam xafa bo'lmaydigansiz, dedi Gulziba ehtiyot bilan. Chunki men Gulziba 2 yil ilgirki bir ishni xijillik ilkida so'zlab berdi. Tunji darsga kiradigan kunning harfi kashki Kamil, Murat, Gulziba uchun ishxonada dars tayyorlik qildi. Ular əmdili tonuşqan boğaçqa Gulziba Kamil bilan Muratdan "Men sizlarni Kamilka, Muratka deb chaqirsam bo'lamu?" deb so'ragan edi. Murat inchiki qoshlarini likkida etib, bir ko'zini qisqan holda "Meni qadrlikim, azizim deb chaqiring. Bo'lmasa eng yaxshisi suyimlikimla dang-a?" deganda Gulziba nomusdan yerilg'idek bo'lib, "Sarang, qip-qizil sarang" degan edi. Lekin Kamil eg'ir besiqlik bilan "Yoshlarimiz ancha farqlanmagankan, o'z ismlarimizni chaqirganimiz tuzuk. Chunki biz fanniy dars o'tguchilar, fanda har xil munozirlar, talash-tortishlar, fikr ixtiloflari bo'ladi. Buningda hammaga barobarlik asosida yuz xotira qilmay, o'z ko'z qarashlarini, tushunchalarini o'tirib qo'yishga to'g'ri keldi. Agar aka deyilgankan, o'tirda oz bo'lsa-mu qarindoshga munosib parda shap bo'lishga tegishlik. Bu ba'zi hollarda uchrab turadigan munozirlar uchun to'saq bo'lib qoladi" degan edi. "To'g'ri", dedi Hikmat boshlang'itib. "Men Kamilning ko'z qarashiga qo'shilman. Gap bilan bo'lib ketib soat 2dan eshib qopti", dedi Gulziba soatiga qarab. "Juring, bizning yotoqqa kirib ozroq bir nima yeyli." "Rahmat, men", Hikmat qizardi. "Bozorga berib, nima deganingiz u? Bozorga berib yuramsiz?" dedi Gulziba Hikmatning ko'zlariga qarab. "Men bayli mashga o'tin silib tayyor qilib qo'ygan." Gulziba bilan Hikmat yal yemishlar orasidan engishib mengib yo'lga chiqdi. Gulzibaning yotiqi Hikmat yotgan yotoqning qatorida bo'lib, binoning u tarafidan sanaganda 3-uy edi. Uy oldida pum tizilgan mash turardi. Mashning uzun kaniyi o'gizdan oshirib qo'yilgan edi. Yotoqda 2 karvat, bir ustal bor edi. O'rinlashtirilishmi Hikmatning yotiqidan ancha farqlanib ketmaydi. Faqat eshikning o'duldagi bo'lingan kichikgina ro'qazon, chaqqangina taxtush, chelak degandek narsalar ratlik tizib qo'yilgan edi. Qisqasi, yotoqdan chechan ayolning pokizligi chiqib turadi. Gulziba piyoliga bir chimdim dori choy solgandan keyin choydandan qaynoq suv quyib, taqsilarni yepib, uni ustalga qo'ydi. "Choy ichgach o'ltiring, mashga o't yiqvatdim, hozirla tutishidi", dedi Gulziba qora atlas ko'nglikining yanglarini turib. "Men ko'ktatlarni adolg'ashtiray. Yordamlashaymi? Yo'q, o'zim qilaman." Gulzibaning harakati chaqqan edi. U ko'ktatlarni g'uchurlatib yuyatdi. Taxtush ustida pichqi nihoyat tez harakatlanadi. Yerga tegib qolmasin uchun oldiga elib olgan tumarliq sumbul chechi olmadek ko'ksi ustida o'ynaydi. Gulziba birdamli bir taqsi qo'rimini tayyor qilib, ustalga non oldi. Achchiq choy damladi. U o'zlari so'rab, "Qani eling, qo'rsqingizni ochirvatdim. Bu yerlarda go'sht topmoq tez, shunga tuxum bilan qo'ridim", dedi. Gulziba tamoq yeyitib, o'zining zoologiya darsi beradigan Habiba xonim degan bir o'qituvchi bilan birga yotadiganligi, uning yo'ldoshining Oqtash savdo sarayida ishlaydiganligini so'zlab berdi. Arqadan u Kamil, Muratlarning yaqin do'stlardan ekanligini, lekin ularning mijozlarining bir-biriga o'xshamaydiganligi, Kamilning maktab bo'yicha hurmatga sazovor, eg'ir besiq, salmoq, bosh ko'tarmay kitob ko'radigan bola ekanligi, hatto mudirningmi uningdan tap tortadiganligini so'zlab berdi. Muratchu, uning og'zi aski. Ko'ngli yaxshi odamning gapi tuz bo'ladi. Gulziba tuyuqsizlik kulyapti. U qo'lidagi chinisini ustalga qo'yib, qizirib ketdi. "Nima? Gapim qamlashmadimi?" "Yo'q, sizning gapingizdan bir ish esimdan kechdi", dedi Gulziba Hikmatning piyolasiga choy quyib etib. Murat haqiqatan bir sarang. Yillik imtihon boshlanish oldida turadi. Dars o'qituvchilari o'quvchilarning atdiganlik, kashlik muzokarasiga birga qatnashib, darslarni takror qilib berayotgan toza jiddiy payt edi.
Gülziba qo'shma so'zlarga bir nechadan jumla tuzib, balalarga misol ko'rsatib bermoqchi bo'ldi. U g'ach-g'uch, gach-goch degan so'zlarga tuzgan misollarga qanoat qilmay, Muratga "Sizmi biror jumla tuzib beqing-a?" dedi. Murat ko'zlarini o'ynatib, birdan turgandan keyin "Qiynatamni ko'rganda ketman chapaman g'ach-g'uch, qiynanam sarang xotin, urug'im keladi gach-goch, qandaq bo'lamdikan?" dedi. Gülziba ya achchiqlanishni, ya kulishni bilolmay qoldi. Hikmat kulvatdi. Arqadan Gülzibami kuldi. Keyin ikkisi bir-biriga qarab, qaqaqlab kulishib ketdi. Ular ko'zlaridan yosh chiqib ketkichi kulishdi. Ammo bu kulkiga ulguribla yataqqa Kamil bilan Murat kirib keldi. Hikmat bilan Gülziba o'rinlaridan turishdi. Ularning kulkisiga hayron bo'lgan Muratning og'zi ochildi. "Balli Gülziba xonim muborak bo'lsin", dedi Murat chaqchaq qilib. "Aslida biz Hikmat dedingni yolg'iz qoldi deb baldurli qaytgandik, lekin siz uning bilan g'ach-qo'shni tanishyapsiz. Mana endi g'ach-qo'chlar." Hikmat, Kamil, Muratlar kulishdi. Ammo Gülziba anarda qizarib sirtqa chiqib ketdi. Hikmat Muratning tuzligiga, ochiq ko'ngilligiga, hozir javobligiga suyungan bo'lsa-mu, lekin oxirgi so'zining sal topdan chiqib ketganligini his qildi. Hatto Kamilning Muratni ayblaganda qilib qaragan chiroyini ko'rdi. "Hikmat eli Muratning chaqchiqini boshqacha tushunib qolmaslar", dedi Kamil xijillik bilan. Gülziba xonim boshqalar bilan o'pul-to'pulda tanishib olishni o'ylaydigan undaq yenik tabiatli xonim emas. U fazilatlik, hayoli qiz. Hozirgi xo'shal holatini ko'rib, menmi ochiq havoda chaqmoq chaqqandek, kunduzi yulduz ko'rgandek bo'ldim. Shundaqmi? Uning ko'ngli sunuq. Murat beshini eg'itib dedi. Oilasidan xotirjam emas. Mudirning aytishicha, onasi kasalmish-ku. U tarpimi ba, lekin o'gay dadasi bo'lmag'ur odam, dedi Kamil xursunib. "Bo'ldi, yo'q ishlarni tagab ko'ngillarni xira qilmayli. Bizning yotoq kirib, birdam soch chelishib o'tirsak qandaq?" "Bo'ladi, men san'at uyidan ta'mir bilan duttani yeb kelay", dedi Murat Hikmatga qayrilib. "Siz garmonda tankash qiling, bir payzi qilayli." Ular uydan chiqqanda Gülziba yotoq oldidagi eriq bo'yida baqqa qarab o'tiradi. Kamil uning so'z anglashga taklif qilgan bo'lsa-mu, u o'zir so'rab unimadi. Lekin Hikmat Gülzibaning nam kirpiklarini ko'rib qoldi. Assalomu alaykum kitobxumar aziz qarindoshlar. Mazkur asar madaniyat inqilobi va davomidagi tarixiy ko'rinishlardan tarkib topgan, shundaqla muhabbat, nafrat va do'stlikdan iborat inson hayotidagi eng muhim tuyg'ularni nihoyat jonli holat ifodalab bergan roman tipidagi 7 qismliq tarixiy asar bo'lib, asarni ovozliq tayyorlashimizdagi asosiy nishonimiz Uyg'ur xalqimizning vatanga bo'lgan sig'inishiga malham bo'lish, kitobdagi har xil personaj xarakteri va qiziqarli yerlik shivirlarni jonlantirish orqali qalbga kulki beg'ishlash, tariximizni takror eslab chiqish orqali savoq elish va kelgusimiz uchun to'g'ri qadamda ilgirlashdan iboratdir. Mazkur asar Xazinam Tortil tarbiyalash markazi tarafidan ovozga ilindi va tayyorlandi. Ma'arif, til uchuri, vatan puroqlarini o'z ichiga olgan, ma'naviyatga foydali texnik ko'p sarxil mazmunlardan bahramon bo'lish uchun Xazinam 2020 nomidagi YouTube kanalimizga ergashib olgaysizlar.